Salom do'stlar, Hamma Vlogs kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video GTA 4 o'yinini mobil versiyasini qayerdan va qanday qilib yuklab olish mumkinligi to'g'risida bo'ladi va agar ushbu videoga 300 dan ortiq like yig'ilsa, keyingi videoda GTA 5 o'yinini ham telefonga o'rnatishni o'rgataman. Shuning uchun agar siz ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta like bosing. Eslarda bo'lsa, o'tgan videoda GTA Vice City o'yinini telefonga yuklab olishni o'rgatgan edim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, pastda silkasini yozib qoldiraman yoki mana shu tepaga chiqqan yozuvga bosib o'sha videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Do'stlar, GTA 4 o'yinini telefonga yuklab olishni o'rgatishdan avval sizlarga o'sha o'yinga kirib ko'rsatmoqchiman va videoning so'ngida qayerdan va qanday qilib yuklab olish mumkinligini o'rgataman. Bu yerdan start bosamiz. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu o'yinda, ya'ni GTA 4 o'yinini mobil versiyasi hali chiqmagan va bu original versiyasi emas. Shuning uchun o'yinda ba'zi bir kamchiliklari va nosozliklari bo'lishi mumkin. Bu uchun oldindan uzr so'rayman. Reklamasini o'tkazib yuboramiz. Mana do'stlar, GTA 4 o'yiniga hamda New York shahriga xush kelibsiz. Ko'rib turganingizdek, o'yinda hech narsa o'zgarmagan. Qanday bo'lsa, shundayligicha qolgan. Faqat boshqaruvni biroz qiyinligini hisobga olmaganda hammasi zo'r. Tepamizda Brooklyn Bridge, radioda esa rus ashulasi, sababi GTA 4 qahramonlari rossiyalik bo'lishadi va New Yorkka akasining oldiga kelgan bo'ladi. Bu o'yinda go'zal New Yorkni bemalol aylanishingiz mumkin. Hozir biz Brooklyndamiz. Men sizlarga hozir hamma bilgan ozodlik haykalini ko'rsatmoqchiman. Mana do'stlar, o'sha mashhur ozodlik haykalini oldida turibmiz. To'g'rimizda Manhattan. Bu yerga kelish uchun mana shu dengizdan suzib o'tishga to'g'ri keldi. Sababi bilamiz, ozodlik haykali orolda joylashgan. Plus birinchi missiyani bajarganingizdan so'ng siz Nikani uyda paydo bo'lasiz. Bu yerdan sirpanib tushganimizdan so'ng tashqariga chiqamiz. Tashqarida bizni Lamborghini kutib turgan bo'ladi. Tepamizda boya aytgan Brooklyn Bridge, ya'ni Brooklyn ko'prigi. Hozir sizga yaqinroqdan ko'rsataman. Mana do'stlar, o'sha mashhur Brooklyn ko'prigidamiz. Bu yerda Bollivud aktyori Shohruxxonning bir mashhur kinosiga soundtrack olingan edi. Hozir o'sha soundtrackdan bir kichik lavha qo'yib beraman sizlarga. Juda ham chiroyli joy. Agar siz New Yorkka borishni orzu qilsangiz, bu o'yin sizga virtual tarzda New Yorkni ko'rsatadi va siz uning ko'chalarida bemalol sayr qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin baribir do'stlar, telefonda ko'p imkoniyatlari cheklangan. Agar mazza qilib o'ynamoqchi bo'lsangiz, kompyuter yoki PlayStation orqali o'ynashni tavsiya qilgan bo'lardim. Shundagina siz shu o'yinda to'liq imkoniyatlardan foydalana olishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, o'yinni ko'rib oldingiz. Endi qanday qilib yuklab olish mumkinligini o'rgataman. Buning uchun Telegramga kirasiz. Bu yerdan ham Vlogs deb qidirasiz. Va pastdagi GTA 5 ham Vlogs APK-ni tortib olish kerak. Bu yerda boshqa o'yinlar ham bor, ya'ni GTA Chinatown, GTA Liberty City Stories, GTA 3 va GTA Vice City. Bularni hammasini tortib olib, o'z mobilniy telefoningizda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. O'yinni tortib olguncha biroz kutib turamiz. Mana do'stlar, o'yin tortib olindi. Endi bunga kirib uстановичga bosamiz. Va o'yin uстановка bo'lguncha biroz kutamiz. Mana do'stlar, uстановка bo'ldi. Endi открыть bosib
o'yinga kirib bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa albatta like bosing va kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni ham unutmang. Men sizlar bilan xayrlashaman, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.